Assalomu alaykum aziz dindoshlar. 19-darsimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda ha harfini yozishni hamda o'qishni o'rganamiz. Ha harfi so'z boshi yozilishi quyidagi holatda bo'ladi, lekin ayrim adabiyotlarda bunga ulab qo'yishadi, lekin bu ulanmasdan xuddi shu holatda yozilishi kerak. Ya'ni bu yoq sal ochiqroq bo'lishi kerak. So'z boshi yozilishi shu holatda bo'ladi, lekin so'z o'rtasida yozilishi 3 xil bo'ladi buni. Asosan adabiyotlarda bu holatda keladi, lekin Qur'oni Karimda bu ikkalasi ham keladi. Shuning uchun biz uchala holatini ham birdaniga o'rgatib ketyapmiz. Bu ikkalasi Qur'oni Karimda ham keladigan holat hisoblanadi. So'z o'rtasida demak bu holati bu va bu holatlarda uchraydi ekan. E'tibor bersangiz o'zi mana 8chaga o'xshagan holatda bo'ladi. Bu holati tepa qismi ochilgan holati, bu holat esa 8chani pastki qismi ochilgan holat. Shundan ha harfi ekanligini oson bilib olsangiz bo'ladi. So'z oxirida yozilganda esa quyidagi holatda yoziladi. Alohida yozilganda esa mana tomchiga o'xshagan holatda yoziladi. Bu harfning ismi ha harfi deyiladi. O'zimizning o'zbek tilidagi yumshoq ha borku, o'sha ha ga o'xshaydi. Faqatgina harfning chiqish joyi halqumning tubi hisoblanadi, ya'ni hosil bo'lish joyi. Xo'p, endi kitobdagi ayrim misollarni o'qib ko'ramiz. Mana bir boshdan boshlab hozir kitobdagi misollarni o'qib ko'ramiz. Birinchisi haba, haba. E'tibor beramiz, b nisida yumaloq kelgani uchun i ga moyil tebratiladi. Haba, haba. Endi bunisi ham, hal, huwa, hiya. Mana e'tibor bering, o'rtadan boshlab o'qiyverasiz, tepa pastda nimadir chiqib qolsa o'qib ketaverasiz. H, i, y, a. Hiya, hum. Qarang, endi bunda zuh emasda qattiq o'qib qo'ymang. Bu yumshoq o'qish kerak. Mana qarang. Zuh, shu holatda o'qiysiz. Aham, wahaba, wahaba. Banus yumaloq kelganimiz i ga moyil tebratiladi. 14-darsda o'tganmiz. Wahaba. Endi bunisi waham. Endi bunisi qarang, bu o'zi mana h harfi shu holatda ko'rib turibsiz mana. Faqatgina ustiga mana l ni qo'shib qo'ygan. Noodatiy holatda bu ham Qur'onda kelgani uchun bu kitobga qo'shib ketilgan bu mana. Faqatgina l ni nima qilib ketyapti? Bunisiga qo'shib ketyapti. Shunda l a h u m lahum. Buni tashlab turasiz hozircha. Bunisi minhu, minhum, ilayhi, ilayhim, amhilhum. Shu holatda o'qiyverasiz bir boshdan boshlab. Yana aytib o'tamiz, bularda b'larda e'tibor berasiz. Haba, haba, i ga moyil tebratiladi, hamda bu yoqda ham bor. Wahaba, wahaba. Xo'p, mana bu yoqda ham bitta bor ekan, qolib ketibdi. Mana bu ham shu. H ustiga l harfi nima qilyapti? Ustiga chiqib olyapti. Shunda l a h a b, lahaba, lahaba. Shu holatda o'qiyverasiz. Xo'p, men sizga hozir bir nechtasini yozib ko'rsatib beraman. Qarang, mana boyagi narsani bir aytib ketay. Mana e'tibor bersangiz, h harfini 3 xil holati bor dedim. Asosan o'rtada qarang, kitobda bunisi kelyapti mana. Mana e'tibor bersangiz, shu holatda yoziladi mana 8chaga o'xshaydi. Mana o'rtada shu holatda keladi asosan. Lekin Qur'oni Karimda bu ikkalasi ham keladi. Buni ham yaxshilab o'rganib olishingiz kerak. Endi keling, kitobdagi misollarni bir nechtasini yozdik. Mana e'tibor berasiz, qarang. Kitobda bu orasi yopilib qolgan mana. Lekin sal ochib yozasiz shu orasini mana. Shu holatda yozasiz. Haba. Keyin mana ham, hiya, hum. Shu holatda zuh, aham. Shu holatda yozasiz mana. Yozilish holatlarini ko'rsatib berdik. Xo'p, sizga uyga vazifa. Birinchi bo'lib quyidagi leksiyani yozib olasiz, ko'chirib olasiz. Undan so'ng mana bitta ikkitasini ko'rsatib berdik. Shu holatda kitobdagi hamma so'zlarni yozib chiqasiz. Keyingi darsimiz yana 2 kundan so'ng soat 21:00 da bo'ladi.